bitta ilova orqali mustaqil ishlayapman. Geminiga kiramiz-da. Salom, sen fanlari doktorsan, 10 yillik tajribaga egasan deymiz. Keyin mustaqil ish mavzusini yozamiz. Kamida qancha list bo'lishi kerak, hammasini yozamiz. Xuddi videodagidek. Biz yozdik mana. Taxlab berdi. Faqat bizga boshqacha, ya'ni orqa fon qora qilib taxlab berdi. Bu bizga kerak emas. Bizga orqa fon oq bo'lishi kerak. Yana qaytib kiramiz-da. Yozamiz. Xo'p, yaxshi chiqdi. Orqa fon oq bo'lsin deymiz. Keyin rasmlarni qo'yib ber deymiz. Keyin uje bizga qayta taxlab beradi. Mana bu safar orqa fon oq, chiroyli, estetik bo'lib chiqdi. Bo'ldi, mana shunaqa slaydni keyin eksport qilasiz. Bu Word ko'rinishida bo'ladi. Word ko'rinishida bo'lgani uchun siz buni ichiga kirib, mana bu har bittani detalni o'zgartirsangiz bo'ladi.